Assalamu alaykum. Mən Məxbubə abla. Özüm Avstriyada yaşayıram. Mən bugün Xitayning ziyankeşligiga uchragan vatanning Gul shahridagi ota-onam, inim va bir necha urug' tuqqanlar uchun guvohlik bermoqchi. Bu mening inim Adiljon ablajon. Bu yil 30 yosh. Adiljon 2017-yili 4-oyning 15-kuni uydan sababsizlik tutib ketilgan. Andan shu tutilgan peti 2018-yili 6-oygacha lagerda turgan. 2018-yili 6-oyda Adiljonga 20 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Andan 2018-yili 10-oyda 3 oy turmada turgandan keyin Adiljon turmadan chiqarilib, xato hukm qilinib qolgan degan sabsati bilan yana qaytadan lagerga kelib so'langan. 2019-yili 10-oyda olgan xabarimizda Adiljonni yana qaytadan lagerdan chiqarib, Adiljonga 5 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Bu mening opam Fayzuhra Ömer. Bu yil 61 yosh. Opamnimi 2017-yili 9-oyning 5-kuni uydan tutib ketgan, andan lagerga borib so'lagan. 2018-yili 6-oyda opamnimi 20 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. 2018-yili 10-oyda qaytadan turmadan chiqarib, xato bo'lib qolgan degan sabsati bilan akilib yana lagerga so'lagan. 2019-yili 10-oyda olgan xabarimizda opamni yana qaytadan 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Bu mening dadam Ablajon Habibullah. Dadamnimi 2017-yili 10-oyda lagerga tutib ketgan. Taki 2019-yilgacha biz dadamning ya lagerda ya turmada ekanligini bilmaydik. 2019-yili 10-oyda olgan xabarimizda dadamga 8 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. Bu mening bir navri hadam Gulbahar Mehmet. Gulbahar Mehmet ikki kichik balaning apisi. Oddiy bir oila ayoli, hatto qo'lida bir pasportim yo'q, chet elga chiqib boqmagan. Shundaq bir oddiy bir oila ayolini 2017-yili 5-oyda lagerga tutib ketgan. Ondan 2018-yili qaysi oyligi noma'lum, ammo 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Bu mening navri inim Shafqat To'xtasun. Bu bala Misrga o'qishga chiqqan. Andan Misrda biroz vaqt o'qigandan keyin hukumat ota-onasiga tahdid silib balani qaytarib kel deb besim qilavergandan keyin uyga qaytib ketgan. Ammo Beijing aerodromidan uyga qaytgandan keyin Beijing aerodromidan tutib ketilgan. Andan 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu navri inimning dadısini qamoq jazosiga hukm qilgan, ammo uning qancha yillik hukm qilinganligi noma'lum. Mening guvohligim tugadi.